Xorazmda bundan 2-3 yil oldin shuningdek maktab quriladi desa, hech kim ishonmas edi. Hech maktab deysizlarmi? Har bir o'quvchining sog'ligi uchun doktori bor, dietologi bor, logopedi bor. O'zini avtobusiga ega, o'zini o'quvchilar uchun 5 yulduzli mehmonxonaning oshxonasidan qolishmaydi. Bir vaqtning o'zida 200 dona o'quvchi hazzat yeb ichadi, oshxonalar ham bor. Ha aytgancha, bu oshxonada datan o'quvchilar uchun 4 mahal svejiy issiqqina ovqatlar ham tayyordir. O'quvchilar kompyuterni yaxshi o'rgansin deb har qaysi uchun notebooklar ham tayyordir. Menga yaqin kitobxonaga katta kutubxonasi ham bor. O'quvchilar har bir fanni chuqur o'rganish uchun amaliyotda VR ochkilar beriladi. Buni ishlatadi deysizmi? Bu ochkini taqqandan keyin, masalan, tarix fani bo'lsa, tarixga tushib qoladi, xohlagan joyida yuradi. Fizika fani bo'lsa, laboratoriyada yuradi, laboratoriyada xohlasa portlatadi, xohlasa yondirib beradi. O'quvchilar uchun esa sport zal ham bor. Va albatta o'quvchilar uchun papkasi bo'ladi, daftar ruchkasi bo'ladi, xullas hamma narsasi tayyor bo'ladi. Va albatta har bir o'quvchining o'zining formasi bo'ladi. Xullas, bolamni o'qishi nechatda ekan, bolamni sog'ligi yaxshimi ekan, qorni do'ydimi ekan deb qisinib o'tirmayapsizlar. Hammangizni Data xalqaro maktabida kutib qolamiz.